Xo'p, buni qo'yamiz, buni va buni bo'ldi. Xo'p, bunday qilib barchaga salom obunachilar, sizlar bilan Mastdan va mani yangina videorolikimga xush kelibsizlar. Bo'ldi, video boshlanmasdan oldin hovlidagi ssilkadagi hovlida opisaniyadagi Karol dizayn kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki u sifatli dizaynlar qiladi. Agarda sizlar nima desam ekan, youtuber bo'lsalaring, reklama evaziga ham qilib beradi. Xo'p, mana bunday va bunday bo'ldi. Endi buni bu yerga va buni bu yerga bo'ldi mana. Xo'p, yaxshi ishlayapsizlarmi? Ha, yaxshi ishlayapmiz. Ha, yaxshi unda. Endi esa hozir bizlar nima desam ekan, tosh olib kelishimiz kerak, chunki hamma joy zanglab yotibdi. O'shaning uchun tosh olib kelamiz deb, keyin nima desam ekan, keyin hamma joyda svejiy tosh qilib chiqamiz. Keyin bazamiz chiroyli bo'lib qoladi. O'shaning uchun tosh olib kelaman hozir. Mana bu yerga tushamiz. Pastga zinadan tushmasdan mana bu yerda sakravorsak bo'ladi-ku, to'g'rimi? Hozir mana shunday va mana bo'ldi. Shunday sakravorsak bo'lar ekan. Endi esa hozir mana bu yerdan tosh olamiz. Mana bu, keyin bu 3 ta 4 ta dona yetadi, chunki ko'p zanglamagan yerda, o'shaning uchun qotib qoldi. Bo'ldi mana bu yerda. Endi mana buni olamiz va bo'ldi. Mana buni olsak, xo'p, tushmayapti. Pastga nima tushmayapti? Bo'ldi mana. Xo'p, endi esa mana buni olsak bo'ldi. Bu tomonlarda bir ikkita divonlar ko'rgandim kecha. O'shalarni olib, keyin uyga ketamiz. Xo'p. Nima? Kimsan? Yaqinlashma. Men seni tanidim. Assalomu alaykum. Menga non bering. Yomon och qolib ketdim. Rustammi? Mana non. Bazangiz bor deb eshitdim. O'sha yerga boring. Xo'p, yo'q, bazaga san zombi tishlamadimi? Yo'q, o'zimni himoya qilishni bilaman. Ha, yaxshi unda. Arja yo'qmi? Yo'q, arjalarim yo'q. Agarda nimadir zombi tishlab olgan bo'lsa, sirraz otaman, tushundingmi? Xo'p, aldaganim yo'q. Просто так zombi tishlab olgani yo'q, tushundingizmi? Ha, mayli, yur deysiz. Xo'p, xo'p, bu yerga chiqamiz. Endi esa tepaga chiqamiz. Agarda bizga ko'proq yordam bersang, biz ham senga ko'p yordam beramiz, tushundingmi? Ha, tushundim. Ha, mayli, yur deysiz. Xo'p. Xo'p, endi esa mana bu yerdan chiqamiz. Xo'p, kel bu yoqqa, kelyapsanmi? Ha, kelyapman. Hozir mana bu yerda o'tirib turasan. Qanisan? Men bu yerda o'tirib turasan. Men esa bir joyga borib kelishim kerak, xo'pmi? Xo'p. Xo'p, yo'q, mana bu yerda zombilar ko'payib ketdi. Hozir mana qani. Xo'p, onasini o'lmayapti mana. Va o'ldi mana. O'ldi. Endi o'g'lidagini otib tashlash kerak. Va bu ham o'ldi. Mana bu yerdagini ham otamiz. Xo'p, mana va mana bo'ldi. Endi esa hozir biz nima qilamiz bilasizlarmi? Boyagi bola aytgan zombi apokalips o'tmagan joyga borib ko'rishimiz kerak, chunki u yer menga juda ham qiziq. Juda. Hozir bizga qochishimiz uchun, agar zombilar bo'lsa qochishimiz uchun bunday qo'yib qo'yamiz. Endi esa mana shu tomonga qarab sirrazu uchib ketamiz yugurib. Xo'p, bu tomonlarda zombilar yo'qmi? Xo'p, endi esa tezroq borishimiz kerak. Xo'p, sakrab. Mana bu qalqonni qo'lga olamiz va yuguramiz. Menimcha yetib kelib qoldim do'stlar. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib va Karol dizayn kanaliga ham obuna bo'linglar. Yo'q, yetib keldim menimcha. Qanday joy bu? Yo'q, menimcha bu yerda odamlar yashaydi. Chunki svitlar ham yonib turibdi. Nima qilamiz? Menimcha uylarga kirib ko'rishimiz kerak. Xo'p, endi esa bu yer domda qaranglar. Menimcha bu yerda odamlar yashaydi. Ha. Xo'p, endi esa mana bu yerdan asta boramiz va bu yerda qaranglar, ichkarida hamma narsa bor ekan. To'xtanglar, ichkariga kirib ko'rishimiz kerak. Yo'q, avtobusmi? Ha, hozir mana bu oynani sindiramiz. Mana bunday va mana bunday. Bu yerda nimalar bor? Hech nima yo'q. Va bunisidachi hech nima yo'q. Yo'q, hech nima yo'q. Bu yerda ham hech nima yo'q. Avtobusning ichiga borib ko'rishimiz kerak. Просто так avtobus turibdi. To'g'ri aytyapmanmi deymana, bu yerga zombilar o'tmagan. Xo'p, avtobus bo'lsa odamlar ham bo'lishi kerak. Yo'q, ekranyapman mana. Yo'q, tuxumlar va oziq-ovqatlar. Bizga oziq-ovqatlar tugayotgan. Yuhu! Demak, bizda yana oziq-ovqatlar ko'p bo'ladi. Xo'p, bu yerga zombilar o'tishini xohlamayman, chunki bu yerda odamlar yashashi mumkin. Va endi bu yerdan asta surishimiz kerak. Mana bu yerga bitta kirib ko'rishim kerak, chunki
Bu yerda zombilar bo'lsa, bu yer xarobaga aylanishi kerak. Yo-moyo! Bu yerda qaranglar, kutubxona, yo-moyo! Bu yerda demak odamlar yashaydi. Ha, odamlar. Endi esa hozir bularni bu yerga joylashtirib, asta bu yerdan ketishim kerak. Bu yerda nima bor? Qani? Xo'p, yo-moyo, bu yerda o'tirib kitob o'qiydigan joylar. Ha, bu yerdan asta ketishim kerak. Mana odamlar ko'rib qolsa, zombi deb shantaj qilib tag'ina. Ha, mayli. Mana hatto zombi ishlamagan. Mayli, tezroq emasa bu yerdan surishim kerak. Tezroq, let's go. Xo'p, bu yerda zombilar yo'q. Ha, zombilar. Agar zombilar bo'lsa, ko'rishim kerak edi. To'g'rimi? Bu nima bu? Qora nimadir. Ha, mayli. Endi esa bu yerdan asta surishim kerak. Chunki odamlar ko'rib qolmasin mani. Odamlar ko'rsa ham hatto yaxshi bo'lardi. Politsiya chaqirib nari tomonga o'tish kerak. Ha. Xo'p, mana buni qaranglar. Yo-moyo, zombilar chiqib ketdi. Ko'chada ham yomg'irlar yog'aryapti, suka. Xo'p, mana Hop, man tomonga kelyapti. Bo'ldi. Qolgani nima desam ekan? Qolgani ruhlari, короче. Xo'p, endi esa tezroq uyga bormasak, zombilar ko'payib ketdi, onasini yemsin. Bularni menga keragi yo'q. Xo'p, qani? Xo'p, hech kim yo'q bo'ldi. Yo-moyo, mana buni qaranglar. Bashiringa yo'g'im, baribir o'ldirdim. Mana cho'chqani qaranglar. Cho'chqa nima? What the fuck? Zombilar ko'payib ketdi. Qochish kerak. Qotib qolyapti telefonim nima? Xo'p, tezroq. Let's go. Chiqib qolsa bizga yomon muammo tug'diradi jigarlar. Xo'p, bu yerdan mana buni qaranglar. Xo'p, buni o'rniga tosh qo'yib qo'yamiz mana. Ular chiqarmaydi endi. Tezroq chiqish kerak. Xo'p. Bolalar, to'xtab turinglar. Sizlar esa Carol Design kanaliga obuna bo'linglar. Ertalab bo'ladi, yomg'ir ham to'xtadi. Carol Design kanaliga obuna bo'linglar. Let's go. Obuna bo'lmagan 3 ta harf bo'ldi. Davay go. Obuna bo'linglar. Xo'p, endi tepaga tezroq chiqamiz. Bo'ldi. Yetib qoldik mana. Keldik bo'ldi. Xo'p, yaxshilabsizlarmi? Senga bir gap aytmoqchiman. Nima gap aytmoqchisan? Короче, Jo'xa degan bola bormidi sizlarda? Ha, Jo'xa degan bola bordi. 2 kishini beri kelmayotgan ekan. Ha, kimyapti? Uni zombi ishlab o'lib qolibdi. Nima? Zombi o'ldiribdimi? Ha, zombi o'ldiribdi. Yo'mi, qanday bo'libdi? Yo'q, qandaysiga? Bilmadim qandaysiga, lekin uni o'libdi. Yo'mayo, nima qilamiz endi? Senga Xudo sabr bersin. Senga Xudo juda ham katta sabr bersin. Jo'xadan ayrilib qoldik. Asdan. To'g'ri. U bizani qutqaraman deb o'zini qurbon qildi. Mayli, o'zingga kelib ol, keyin biz bilan gaplashasan. Mayli, bo'pti. Yo'mayo, Jo'xa. Yo'mayo, o'tkazib o'zi qo'rqitgan edingiz. Mayli, joyingiz jannatdan bo'lsin. Yopamiz. Hozir men bu yerda yozuv taxtasini ko'rgandim. Men shu yerdan hozir ko'ramiz. Bu yerda oltin kiyimlar ham bor ekan. Mayli. Yo'mayo, nima bo'lyapti? Mayli, bularni kiyib olaman. Bu yerda yo'qmikan? Yo'mayo, yo'q. Jo'xani o'lgani menga yomon og'ir bo'tyapti. Yo'mayo, bu yerda yo'qmi? Yo'q, bu yerda yo'q. Bir ikkita narsalar bor ekan, bularni olamiz. Menimcha men shu tarafda ko'rgan edim. Yozuv taxtalarini qani? Ha, bu yerda bor. Bu yerni tezroq buzib, Jo'xani qabrini ustiga qo'yib qo'yish kerak. Xo'p, buni va buni nima bu? Yo'q. Yo'mayo, basharingga oyog'im temir bo'lgan. Qani? Mana bo'ldi. Men shuni olib tezroq Jo'xani qabrini ustiga qo'yib qo'yamiz. Ha, do'stlar. Tezroq qo'ymasak bo'lmaydi, chunki o'zlaring bilasizlar-ku, короче, o'zlaring bilganlaringdek qabrini ustiga Jo'xa deb yozib qo'yamiz va bo'ldi. Ketamiz keyin bu yerdan. Va mana ustini yopmaganmidim? Mana yopib qo'yamiz. Xo'p, endi taxtacha qani? Taxtachani qo'yib, ustiga Jo'xa deb yozamiz va bo'ldi. Yo'mayo, Jo'xa o'lgani menga yomon og'ir bo'tyapti lekin. Mayli, endi esa bossni oldiga borish kerak.